Assalomu alaykum hammaga. Bugun 6-mavzumiz demak tekis o'zgaruvchan harakat mavzuni boshlaymiz. Tekis o'zgaruvchan harakat o'zi nima? Shu tezligi yoki tekis tezlanuvchan yoki tekis sekinlanuvchan bo'ladi. Endi bundan buyog'iga tekis tezlanuvchan harakat deb tezligi bir xil vaqtlar ichida bir xil masofalarni bosib o'tishiga aytiladi. Endi bularni bunday belgilab ketamiz. Odamga osonroq bo'lishi uchun mana sekinlanuvchan harakat. Ikkiga bo'lib oldik tekis o'zgaruvchan harakatni. Xo'p. Tekis tezlanuvchan harakat. Tekis sekinlanuvchan harakat. Tekis tezlanuvchan harakat deb tezligi teng vaqtlar ichida bir xil masofani bosib o'tishiga tekis tezlanuvchan harakat. Teng vaqtlar ichida bir xil kamayib borishi tekis sekinlanuvchan harakat. Xo'p. Tekis harakat prosta tekis bo'lib ketadi. Xo'p. Endi biz buni grafikini chizishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerga demak tepada albatta v bo'ladi. Bizda t bo'ladi sekund. V bo'ladi metr taqsim sekund. Bizda demak sizga ko'rinib turibdi. Bu yerda hozir chizmani endi boshlashimiz kerak. Bu tekis tezlanuvchan harakatda, tekis sekinlanuvchan va tekis harakatda yo'l grafigi. Demak, o'rtadan chizib o'tkazamiz. Bir tezlikda bir tekis ketmoqda. Bu tekis harakat. Tekis harakat deyiladi bu bizda. Demak, agar xuddi shu chizma agar tepaga ketsa, bu bizda tekis tezlanuvchan harakat bo'ladi. Agar xuddi shu kesma pastga ketgan bo'lsa, bu bizda tekis sekinlanuvchan harakat bo'ladi. Mana shu tekis tezlanuvchan, tekis harakat va tekis sekinlanuvchan harakatda yo'limiz shu tezlik grafigi. Keyin esda qolish kerak narsa, grafik berilganda tepadagi harfimiz v bo'lishi mumkin, yo t yo s. V bu vaqt, tezlik grafigi. T vaqt grafigi. Agar bu yerda t bo'lsa, tepadagi qiymat har doim o'sha grafikni bildiradi. Demak, yana o'tishimiz kerak narsa bo'lgan. Xo'p, bu yerda bizda endi albatta tezlanish. Xo'p, mana tezlanish. Xo'p. Tezlanishni qoidasi vaqt birligi ichida tezlikning o'zgarishi. Tezlanish deyiladi. Vaqt birligi ichida tezlik o'zgarishi. Tezlanish deyiladi. Xo'p, bu endi formulasini beramiz buni ham. Ayting v minus nol taqsim t. Bu bizda tezlanishimizning asosiy formulasi hisoblanadi. Tezlanish bizda birligi metr taqsim sekund kvadrat. Mana shu bizda tezlanish bo'ladi. Mana metr taqsim sekund kvadrat. Demak, davom etamiz. Biz bu yerda mana tezlanishni formulasi dedik. V minus nol taqsim t dedik va
birligini metr taqsim sekund kvadratda dedik. Xo'p, bu yerda A'miz bizda bo'ladi tezlanish. Xo'p, A tezlanish v oxirgi tezlik. Xo'p, v oxirgi tezlik, v nolimiz boshlang'ich tezlik. Xo'p, oxirgi bizda t qolyapti. T vaqt hamma bo'lsa kerak. T vaqt. Demak, formuladan kelib chiqdi. A bizda tezlanish, v oxirgi tezlik, v0 boshlang'ich tezlik, t vaqt bizda. Demak, xo'p, bir to'xtab olamiz endi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa tekis tezlanuvchan va tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik grafiki. Demak, har doimgidek grafikni o'tkazamiz. Xo'p, bu yerga albatta t deymiz. Sekund, ya'ni va t metr taqsim sekund bizda. Endi yaratamiz. Xo'p, tekis tezlanuvchan harakat. Lekin tezlanish 0 dan katta bo'ladi. Buni a'ni o'zini tekis tezlanuvchan harakat deb olamiz. Bizda bu bizda o'tgan vaqtimiz. Bu oxirgisi bo'ladi bizda tekis sekinlanuvchan harakat. Tekis sekinlanuvchan harakatda tezlanishimiz kichkina 0 dan, ya'ni minus a tezlanishga ega bo'ladi. Demak, keyin yana aytish kerak, bu har qanday tezlik grafikida gorizont bilan hosil qilingan burchak tangens tezlanishga teng degan qoida bor bizda. Bu nima degani bizda? Hop. Demak, chizmani davom ettiramiz chizmamizni. Hop, bu t bu tekis tezlanuvchan harakat bizda. Tekis tezlanuvchan harakat. Ya'ni bu yerimiz bo'ladi bizda tangens alfa teng a tezlanishga bo'ladi. Mana bu bizda tangens alfa teng a tezlanishga bo'ladi. Demak,